Ah. Ay. Ha, do'stlar, sizlar bilan salomlashmoqchiman. Ha, men do'stlar anchagina survival qildim va keyin boltam, qilichim bor. To'g'risini aytganda men bunaqangi narsani qilmagan edim. Hamma narsam uyda qolib ketgan, uyimga sotib qo'ydim. Yaxshi edimki, menda ozgina shu bolta va qilich bor. Yaxshi. Men endi cho'lga kirib nimalarni qilish to'xtayman. Ko'rindimi? Men qurgan uylardan biri emasmikin? Yo'q, albatta. Bu men qurgan uylarga o'xshamaydi va men bu yerga kelganimni eslolmayman. To'xtaydi, yaxshilab o'ylab ko'ring. Kirsammikan, kirmasammikan? To'xtaydi, skeletini. Yo'q. Yaxshi o'ldirdim. Qandaydir qog'oz bor ekan. Qandaydir xat va hatto ochib ko'radigan bo'lsam, hozir o'qiy olmayapman. Xo'sh, men bir o'yinchi 1 yildan beri shu yerdaman. Judayam qattiq siqilyapman, chunki men bu yerda ancha vaqt qolib ketdim. Bu yerda daraxt chopdim, uy qurdim, lekin nimagadir baribir ham yolg'izlik meni qiynadi. Hech kim yo'q. Men kimsasiz qishloqlarni aylanib chiqdim. Bu yerda faqat o'zi bilan o'zi gaplashadigan odamlar va qishloqni himoya qiladigan soxta golemlar bor edi. Va men shuni tushundimki, men bu yerda yolg'izman, bir o'zim. Va so'ng meni zombi tishlab oldi. Kundan kun ozib boryapman. Va bu menga juda yomon ta'sir qilyapti. Bilmadim, yaqinda mahluqqa aylansam kerak. Juda ham qayg'ulyapti. To'xtanglarchi do'stlar. To'xtanglar, hatto yana bir joy bo'lishi kerak. Mana men o'zimning sirli sandig'imda 4 ta temir va bitta aslaha yashirganman. Agar uni topa olgan, hatto o'qigan odam uni topa olgan bo'lsangiz, albatta u sizniki bo'ladi. U uyimning tagida yashirilgan. To'rlarning tagida. Demak, u odam shu yerda yashagan, pechka bilan verstagi bo'lgan xolos va sandiqda aytaylik hech narsa yo'q. Shu ikkita qog'ozdan tashqari va uyim ham bunday bo'lgan. U aniq quruvchi bo'lmagan. Juda ham qayg'uli xat. Demak. Mana bu yerda Yo'q. Mana bu yerda yo'q, albatta. Bu yer orqali yo'q, sandiq. Nahotki bo'lsa. Aytganimdek o'qiganimdek do'stlar, bu yerda hamma narsa, o'sha aytilgan narsalar bor. Bosh kiyim, 4 ta temir. Lekin mana buni yozmagan ekan. Bu kimniki bilmadim, lekin aniq yozmagan bu yerga. Do'stlar, aniq yozilmagan. Mayli do'stlar. Men shu yerda videoni tugataman, chunki bu juda qayg'uli hikoya ekan. Va men yana qandaydir uylar topishim mumkin bu yerlardan. Chunki bu yerda ko'p o'yinchilar yashagan olam deb aytildi.